Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan sun'iy intellektni qanday qilib Telegramga ulash bo'yicha video darsni ko'rib chiqamiz. Buning uchun siz BotPlace ga kirgan bo'lishingiz kerak va BotPlace'ni shabloni qismida tayyor shablon mavjud. Shablonni o'zlaringizga ustanovka qilish uchun buning ichiga kirasiz va ichiga kirgan paytingizda uстановить shablon tugmasini bosasiz. Va bosganingizda sizga to'ldirishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlarni ro'yxatini beradi. Bu ma'lumotlarni qayerdan olish kerak va qanday olish kerak video davomida o'rganib olasiz. Uстановить tugmasini bosamiz. Endi bo'lsa, buni qanday ulaymiz? Hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib o'zimizga bot yaratib olamiz. Bot fazilga kirib, o'zingiz uchun alohida bot yaratib olasiz. Bu haqida bizda alohida video mavjud. Bot fazildan API kodlarni olgandan so'ng esa birinchi qadam API kodlarni qo'yadigan bo'limga o'tamiz. Boshida ko'rsatganimdek, bu spiski bo'limida bo'ladi. Globalniy переменный bo'limiga o'tib, bot fazildan olgan API kodni bu yerga kiritasiz va assistent ID'sini bu yerga kiritasiz va GPT tokenni bu yerga kiritasiz. Hozir bularni qanday kirib chiqish kerak ekanligini birma-bir ko'rib chiqamiz. Endi birinchi bo'lib siz ro'yxatga o'tasiz. Ya'ni bu biz odatda foydalanadigan GPT emas. GPTni platformalarga ulash bo'yicha bo'limiga kiramiz, OpenAI platformaga kiramiz va pochtangiz orqali ro'yxatdan o'tasiz. Mana men hozir pochta orqali ro'yxatdan o'tsam, men oldin ro'yxatdan o'tganman, shuning uchun autentifikator kodini so'radi, sizdan birinchi martada so'ramaydi. Men bu yerdan allaqachon ro'yxatdan o'tganman, lekin sizlar nima qilasizlar? Start building bo'limiga kirib, o'zlaringizning ma'lumotlaringizni kiritasizlar. Va organizatsiya ochasizlar. Pochtani kiritasizlar, ma'lumotlaringizni kiritib chiqasizlar birma-bir. Bu juda ham oson. Barcha ma'lumotlarni kiritib chiqqandan so'ng mana bu qidiruv bo'limiga kirib API case deb poyist berasizlar. API case deb poyist bergandan so'ng xuddi mana shuni API case bo'limi chiqadi va shu yerda siz create new secret key bo'limini bosasiz. Hozir shu yerda bir narsaga e'tibor beringlar. Men hozir bu yerdan ro'yxatdan o'tganman va telefon raqamimni tasdiqlab berganman. Yuqorida mana bu bo'limda sizlarga telefon raqamlaringizni tasdiqlashlaringiz uchun bo'lim turadi. Shunda sizlar birinchi navbatda telefon raqamlaringizni tasdiqlashlaringiz kerak bo'ladi. Telefon raqamini tasdiqlagandan so'ng create new secret key ni bosasizlar. Yordamchi botni tayyorlab olasizlar. Mana oddiy test va copy, ya'ni shu yerda bitta narsaga e'tibor berasizlar. Mana hozir bizga kalitni beryapti, kalit kodni beryapti. Bu kalit kodni copy qilib, o'zingizga kerakli joyga saqlanib qilib qo'ying. Telegram izbringami, notesgami saqlanib qilib qo'ying, chunki bu kodni bir marta beradi va qayta olish imkoni yo'q. Olgandan so'ng saqlab qo'yasizlar. Endi bizga bu hozir kerak emas. O'chiramiz. Bizga o'zi mavjud. Men o'sha allaqachon ochib qo'yganman o'zim uchun. Endi bu bo'limdan o'tgandan so'ng use page ga o'tamiz. O'zimiz uchun assistentni tayyorlab olamiz. Ya'ni yuqorida assistent bo'limi bor mana. Assistent ustiga bosamiz. Bosgandan so'ng biz o'zimizga create tugmasi bo'ladi. Nuqtani bosgandan so'ng biz yangi assistent ochishimiz mumkin mana. Yangi assistent ochib, ma'lumotlarni to'ldirib chiqamiz. Hozir biz mana bu assistent misolida ko'rib chiqamiz. Mana BotPlace assistentni ochamiz va biz bu yerga qisqacha biznesimiz ma'lumotlarini kiritamiz. Mana men bu yerda tayyor qilib qo'yganman, copy qilaman. Mana bu yerda bir narsaga e'tibor beramiz. Ma'lumotlar abzas tashlangan holatda yozilishi kerak, har bir ma'lumot. GPT ma'lumotlarni alohida o'qib olishi uchun. Hozir bu yerda bu asosiy ma'lumot emas, qisman ma'lumot yuklangan va buni yuklaymiz bu yerda mana. Yuklandi. Endi bo'lsa GPT modelini tanlaymiz. Mana hozirgi paytda eng oxiriga chiqqani shu GPT 4.0 va biz bu yerda qaranglar nima qilamiz. Fayl yuklashimiz mumkin. Faylni qanaqa formatda yuklaymiz? Faylni biz text formatda yuklashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizni tovaringizga tegishli bo'lgan barcha ma'lumotlarni, savollariga bo'lgan javobini, e'tirozlarga bo'lgan javobni, tovarning og'irligi, narxi, ishlab chiqarishi, barcha mijoz qiziqib so'raydigan ma'lumotlarni Google dokumentga yozib chiqasizlar. Mana bu yerda yuklash bo'limi bor. Mana fayl qilib yuklab olasizlar, skachать va text formatda yuklab olasizlar. Va bu text formatni GPT assistentga yuklaymiz mana. Men hozir tayyor qilib qo'yganman. Рабочий stolga turtib GPT tekstni yukladim. Yuklangandan so'ng mana shu fayl asosida GPT mijozlarga javob beradi. Attachni bosamiz. Ma'lumotlarni yuklayapti. Mana ma'lumotlarni yuklab bo'lgandan so'ng bizga mana bu yerda kod beriladi.
kodni kopiya qilamiz. Mana bu kopiya qilamiz. Biz yuklagan faylni ID kodini berdi. Ya'ni bu fayl уже mana bu ID kod ostida bo'lyapti. Buni kopiya qilamiz va ana bu yerga qo'yamiz. Ma'lumotlarni mana bu yerga yozamiz. Ma'lumot GPT shu yerdagi ma'lumot bazasi asosida mijozlarga javob beradi. Bu yerda hech narsaga tegmaymiz. Temperatura 1.0. Ya'ni GPT o'zidan qo'shimcha ma'lumotlar qo'yishi mumkin. Bu holat bo'lmasligi uchun buni 3 ga tushiramiz yo 4 ga. Tavsiyam 3 ga tursin. Mana o'zi avtomatik saqlanib qildi. Bo'sh ekranga bossam avtomatik saqlanib qildi. Mana tayyor. Mana bu assistent kodini kopiya qilamiz. Bu kodni assistent ID bo'limiga qo'yamiz mana. Mana bu yerga yuklaymiz. Qo'ydik. Saqlanishni bosamiz. Sizga aytgan bir martalik beradigan kodimizni mana bu yerga yuklab qo'yamiz. Va bular bu yerdan hech qachon o'chib ketmaydi, qachonki biz o'zimiz o'chirmasak. GPT ga qaytdik. Endi to'lov tizimlari haqida gapiradigan bo'lsak, to'lov tizimlarini ulab qo'yishimiz kerak. To'lov tizimini ulamasak, bot ishlamaydi. Ya'ni GPT savollarimizga javob bermaydi. Chunki bu yerda faqatgina GPT pul bilan ishlaydi. Buning uchun nima qilamiz? Playgroundni bosamiz. Akkauntni nastroykasini yakunlashni aytyapti. Mana bu yerda hozir 0. To'lov qilish uchun add payments ga bosamiz. Va bu yerga qo'shimcha qilib aytyapti, sizning to'lovingiz, ya'ni ChatGPT akkauntingizga ta'sir qilmaydi. Buning uchun mana добавить платежный rekvizitini bosamiz va bu yerda karta raqamini kiritamiz. Bu yerda ismingizni kiritasiz, kartada qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunday yozasiz. Bu yerda davlatni tanlaysiz. Mana biz O'zbekistonni tanlaymiz. To'ldirishingiz mumkin. Gorod Toshkent. Pochta indeksini o'zlaringizni joylaringizni belgilab qo'yishingiz mumkin. Okrug Toshkent va davom etish tugmasini bosasiz. Xo'p, endi bu yerga income pul to'lovini ko'rsatyapti va avtomatik tarzda yechib olishini so'rayapti. Ya'ni har oy avtomatik tarzda yechib olaymi deb so'rayapti. Ha bo'lsa ha belgilab qo'yasizlar, yo'q bo'lsa yo'q va qanchalar har oy yechib olishini ko'rsatib qo'yasizlar. Men hozir $5 qo'yib qo'ydim va davom etishni bosaman. Tasdiqlaymiz. Xo'p, mana bizda hisobimizdan pulni yechib oldi. Endi esa mana bu yerda qancha ishlatilgan va bir kunda qancha javob berilgan barcha statistikalarni ko'rib turish mumkin. Bizda GPT уже faol. Endi tekshirib ko'ramiz. Podskaski bo'limiga kirib tekshirib ko'ramiz. Haqida gapir. Assistent javob beryapti bu yerda. Gapir chatbot funksiyalari bu yerda ulandi va ishlayapti. Ma'lumotlar bazasi bo'yicha уже OpenAI рабочий состоянияda уже. Botga barcha ma'lumotlar ulangan. Buni test qilib ko'ramiz endi. Startni bosdik. Mana savolingizni yuborishingiz mumkin deyapti. Ma'lumotlar bazamiz kichik bo'lganligi uchun oddiyroq savol beramiz. Mana. Xo'p, javobni qidiryapti. Hozir bu yerda jami 12 sekund vaqt ketadi, sababi Telegram GPT ga ma'lumot yuboradi va GPT ma'lumotni обработка qilib qaytib Telegramga yuboradi. Shu ketayotgan vaqt 12 sekunddir. Mana javob ham keldi. Значит, botimiz to'g'ri ishlayapti. Xuddi shunday siz ham barcha ma'lumotlar bazangizni GPT ga yuklasangiz, mijozlaringiz qanday savol bermasin, javob berishni boshlaydi. Agar uning bazasidagi yo'q savollar bo'ladigan bo'lsa, savolingizni aniqroq qiling degan xabar yuboradi. Mana GPT ni ham ulab oldik. Botni o'zingizga yordamchi qilib olib, barcha ma'lumotlar bazasini yuklab, mijozlaringizni savollar, e'tirozlar bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling. Bizni kuzatib boring. Agar YouTube kanalimizga podpiska qilmagan bo'lsangiz, albatta podpiska qilib boring. Biz bu yerda har doim Telegram botlar haqida eng oxirgi ma'lumotlar va yangiliklarni yuklab boramiz.